Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun biza har qishloqlarni ko'rib chiqamiz. Mana bo'lmasam ket. Hop, mana aytgancha videoga obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar. Aytgancha hamma meni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. 100 ta ham bo'ldik. Endi maqsad 200 ta desak ham bo'ladi. Unda ketdik. Birinchi qishloq. Tak. Islarniki mana shunaqa bo'lsa, mana shu yerga kirib olasizlar-da, pastroqqa tushsanglar, sit deb turgan bo'ladi. Shuni bosasizlar-da, 3 daqiqa yozib kreativ qilamiz. Xohlasanglar survival qilib kuchaysanglar ham bo'ladi. Hop, keyin kiramiz. Tak. Ay. Ne tavaqqat diyor. Mana shunaqa ikkita qishloq chiqadi. Ularni tashlalaydi. Mana shunaqa ikkitalik qishloq chiqadi. Hammaga rahmat. Tak. Bitta qishloqqa sandig'iga nimadir qilyapti. Nimaga men sendan ochasan? Mayli. Keyin mana bitta ikkinchi derevna bor. Mana shu yerga kiramiz va bu yerda 3 ta olmos turgan bo'ladi. Da. Aynan 3 ta olmos. Endi ikkinchi qishloq. Asli ikkinchi qishlog'imiz esa fitga kirib Mimi yana kreativ apply. Bitta uyni tomida paydo bo'lamiz, hozir qaranglar. Mana. Lekin aytgancha sizlarga bir narsani aytaman, bu yerdagi sirni. Sizlarniki eski Minecraft bo'lsa, unda ham mana shunaqa sitlar bor. Shundan o'qisanglar bo'ladi. Tak, endi mana yordarigan ish olasizlar-da. Shuni pastga tushasizlar. Keyin quduqni pastiga bunday qilsanglar, mana sizlarga olam. Ana. Keyin mana bu tushamiz. Yo'q, düşmesem arkadaşımda keyin tushamiz. Ben bir yoqqa yedishlik. Keyin buni ochamiz. Ochib, mana bu yerga bo'lsak, dabla aynan. Keyin mana buni olamiz. Mana bunday qilib sizlarga endirkiray. Demak, keyingi ketdi. Hozircha o'zimda borini o'rgatdim. Hozircha o'zimda borini o'rgatib harakat qildim. Sizlarga rahmat. Shuncha yillar davomida